Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüyotqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Ben Alim. Biz bugün Xitay hökumətinin Dünya Uyğur Qurultayı hem Angliyadagi Uyğur Sud kollegiyasiga qilgan eng yangi hujumlar ustida suhbat edib boramiz. Biz bu munosabat bilan Dünya Uyğur Qurultayının raisi Dolqun Eysa Efendini bu suhbatga alohida taklif qildik. Suhbatimiz xoş geldiniz. Rahmet, hoş bulduk. Dolqun Efendi, bu Xitay hökuməti yana Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq hökumət 25 may günü, yəni məşu səyşənbə günü Beijingdə alayida mətbuat yığını keçib, yana qayıtlı halda burunqidək, yəni Dünya Uyğur Qurultayını terrorizmə bağlab, həm sizni ilgari terror fəaliyyətlərini elib bağan dəb isminizni attab turub ayıpladı, həm aldığımızda içilgan, yəni 4 iyuldan 7 iyulgacha Angliyada içilgan Uyğur Sud kollegiyasiga qarta qattiq kuchlik hujum qildi. Sizningcha bu Xitoy hukumatining bunday qilishining, bu sud echilishidan burun bunday qilishining sababi nima? Bu yerda endi Xitoy hukumatining meni Dünya Uyğur Qurultayını terrorizm qalpığı bilan qarlab, bizning faoliyatlarimizni ujuqtirmoqchi bo'lganligi, paltilmoqchi bo'lganligi yangi bir hodisa emas. Buni Xitoy hukumati 2003 yıldan bu yan resmi meni şahsen terörist teşkilatlar tizimine kirgizgandan bu yan bütün imkaniyetlerden bu qarını çaplaştırışıp geldi. Azrıq için nurgun qatim bundaq bayanatlarını berdi Xitoy tashqi ishlar ministri bayonotchisi olsun, hükümeti olsun, hatta Interpol'da mı sizin bilgendiğiniz Interpol'da tutuş buyruq chiqarib, dastlab qadamda haqiqatan ko'p avarchiliklarga yo'liqdik. Chunki Uyg'urning kim bo'lganligi, bizning kim bo'lganligimizni dunyo taz bilmagan sharoitimizda ba'zi qiyinchiliklarga yo'liqdik, ama biz o'zimizning haqli bo'lganligimizni, bizning Sharq Turkiston davosining, Uyg'ur davosining haqli bir davo bo'lganligini, Uyg'ur xalqining erkinlik uchun kurash qilayotgan tinchlikparvar bir inson bo'lganligimizni har qadamda hech qachon umidsizlanmay deb bordik. En ahırda Xitoyning bu qara chaplashtirishi 2018 yili Interpoldan o'chirish bilan xalqarada bir qadar aqlangan bo'ldik. Dünya Uyğur Qurultayı Amerikada demokratiya mukofotlarini oldi, inson haqlari mukofotlarini oldi. Ama Xitoy bundan hech bir qachon voz kechmadi. Xitoy zaten voz kechmaydi. Bu qadim endi bu Angliyada ochilmoqchi bo'lgan Uyg'ur sudi boshlanishga bir hafta 10 kun qolgan vaqtida nayt asabiyliklarcha yani qaytadan bu muqomni to'g'lashga boshladi. Ama Xitoyning bundaq ketishiningki nimasidan bak hayron qilishga bo'lmaydi. Chunki Xitoy o'zida bir qonun davlat emas. Xitoyda qonun bor ama icra qilinmaydi. Xitoydagi bütün qonunlar Xitoy Kommunistik Partiyasi uchun xizmat qiladigan bir vasita. Onun için bütün teşvikatları olsun, matbuatları olsun, emeldarları olsun, hatta kanun, asası kanunları mı Xitoy Kommunistik Partisi'ne hizmet kıldıgan bir esla boğallığı için bir yerde Xitoy hükümeti kanun bilen idare kılınan sistemlerden bek kokudu. Şunun için bu hazırlıkça Amerikan hükümeti, Angliya, Kanada, Litvanya ve Gollandiya parlamentleri bunu Şarkı Türkistan buluvatkan kırgınçlarını, erkek kırgınçlar tonalarken Xitoy neme kılışını bilmey, nayet kattık sarasını düşken, dünyanın aldaşka, her pedazlaşka, ve hatta Ramazan'da köydük insanların zoğulap, samaoğullarını oyuntuş arkalık kattı Uygur halkı nayet bahs saadetlik yaşavatkan tek bir görünüşünü gösterişti. Ama bu mu dünyanın bu aldamçılığı, boğalığı dünya bilip oldu. Bunun bir işengen yok asasiyetin. Bunda bir şeraitin aslında Xitoy hükümeti hem de bunda bir xalqaralıq tarafsiz sot mahkemesi tarafidan Xitoyning Sharq Turkiston epirvatgan bu cinayetinin xarakterini belgileydigan, hüküm kıladigan bir kanun asasına ega bo'lgan bunda bir sot echilgan taqdirning o'zida, gerçi bu sot derhallam Xitoy amaldorlarini jazolab, ularni bir so'roq tashlashdigan kuchi yo'q. Hech qanday bir sotning kuchi yo'q. Ama bu bir kanuni asas bo'lib qoladigan gap. Kelajakda Xitoy amaldorlari, xuddi bugun Asad rejiminin bazı amaldorlari Yevropada, dünyanın başka yerlerinde turmalar yetip onun kanun javobgarlik sürüş kılınan o'xshash Xitoy amaldorlarining Yevropa ziyaretleri kelib qolsa, başka yerlere kelib qolsa, bu Xitoy uchun bir xatar kelajak uchun. Shuning uchun Xitoy buni kelajakni o'ylab, hozirgidan bakroq kelajakni o'ylab, hozirgi albatta
bunda bir sot tarafidan Şarkı Türkistan ipirip atkan bu cinayetli erkek kırgınçılık dep kısa bu siyasi bir karar emas, resmi kanuni halkara kanunlar kategoriyası boyunca tarafsız bir şekilde paketlarga, hüccetlerge asaslangan bir sot kollegiyası bolganligi üçün bu Xitayni pek çöçtü. Pek çöçtü. Şununla Xitay bunu hazırdan su kegiş toğan tut degendikidek bir taraftan nima qilishni bilmay panik ichida qolib qolgan chichanishib o'tirdi. Ikkinchidan shu kelajakda bo'lgan zararning oldini olish uchun qo'ldan kelgancha chipirlab shuni bu sud mahkamasini qonunsiz deb hem sud mahkamasiga hem dunyo qurultiyiga biz bu dunyo qurultiyi bu faqat bir arzidor bu sudniqqa. Bu sudning qurilishi buni qilgan tarafsiz sudchilar yani Jeffrey Nice degan o'z vaqtida Milosevichni sudlagan bir sudchi xalqaro naydi yuqori shuhratga ega. Bu odamlar undaq bir paksiz asossiz chiqmaydi. O'zining o'tgan tajribalari, xotirasi kuchli bir hurmatga bo'lgan bir inson va kelajakda o'zining bu obrazini o'rinsiz narsadan izlashni xohlamaydigan gap. Shuningga Xitoy buni bilganligi uchun Çamma Atay çaplaşmasının izi kalsın degan şekilde bu sotqa nayt hücum qilib, bunu to'xtatishga, buni haqorat qilinishga, bunu sotning qonuniy kuchini ozishga harakat qiladi. Bu sizningcha siz abaydinda bilib ketgandek bu bir ayrim mustaqil bir sot mahkamasi bu. Bu ma'lum bir davlatga Angliya hukumatiga qaramaydigan bir sot mahkamasi. Shuning bunda bir ayrim bir sot mahkamaning, ya'ni Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata ilib berayotgan jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb bekitishi, ya'ni bu ma'lum bir davlatning yoki ma'lum bir parlamentning bekitishi bilan o'xshamaydi. Chunki Xitoy hukumatining toki hozirgacha da'vatqini, ya'ni bo'libmi musulmon, turk, 3-chi dunyo davlatlariga da'vatqini, bu Amerika hozir bizning bosh ko'tarishimizga buning chidamayotidi. Shunga har xil yo'llar va vositalar usullar orqali bizni besyotidi. Shuningga bu Uyg'urlar masalasi kelgan chog'da bu biz bularni bir obdan xizmat berib tarbiyalab olsak, bular qo'pib uni irqiy qirg'inchilik deb atab bizni har jihatdan qistashga urinyotidi degan bu xil safsatani shu o'tir sharq davlatlariga, Afrika davlatlariga setib keldi masalan. Nurg'un davlatlar shuning ishindi, masalan hukumatdan Pokiston, Falastin, Suriya degan davlatlar masalan. Ammo bu bir mustaqil bir hech qanday davlat yoki parlamentga tava bo'lmagan bir sud mahkamasining xalqaro qonun bo'yicha ayrim shaklda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bu jinoyatlari, ya'ni irqiy qirg'inchilik deb oxirgi hisobda bekitsa, sizningcha Xitoyning andish qilgan yeri shu, ya'ni Xitoyning bu g'arb Xitoyning cho'ng bo'lishini, kuchayishini xohlamaydi, shunga bizga besim qilyapti degan bu quruq bahanadan foydalanmay qilish mumkinmi? Elbette sizin degandagidek bu sud mahkamasi ya bir davlatga ya bir hukumatga bog'liq bo'lgan bir sud mahkamasi emas. Demak siyosatdan yoki ma'lum bir tarafning ta'sir qilishidan tamoman uzoq bo'lgan, hech qanday kuchga bog'lanmaydigan 100% mustaqil bir sud mahkamasi bo'lganligi uchun bu sud mahkamasining eng oxirida qarordan qanday chiqadiganligini biz bilmaymiz. Ammo orzuyimiz buning bir irqiy qirg'inchilik. Chunki hozirgacha ta'minlagan nurg'un materiallar bor. Bu yerda bütün kamplarda yetib chiqqan insonlar bilan suhbatlar olib berildi. Mening o'xshaydigan oilaları bu kamplarda o'lib ketgan insonlarni oila qurbonlari bilan shohidlar bilan olib bordi, mutaxassislar bilan uzun tekshirishlarni olib bordi. 10 ming betdan ortiq tadqiq nimalarni, materiallarni tekshirib chiqdi bular. Tekshirib chiqdi. Yani belki biz bilmagan boshqa tekshirish usullari bilan jiqnasidan tekshirgan bo'lishi mumkin. Biz bilgan ma'lumotlarmi, biz ta'minlagan ma'lumotlarmi, ya'ni Uyg'urlar ta'minlagan ma'lumotlarmi 10 ming betga yaqindigan bir ma'lumot. Bu ishlarning hammasini advokatlar, mutaxassislar jiq tekshirishlar orqali bu sud ichilyotdi va Xitoy hukumatini chaqiribdi. Demak, Xitoy hukumati haqiqatan qo'rqmaydigan bo'lsa, agar o'zining bu masala javobgarligidan ansirmaydigan bo'lsa, sud mahkamasiga berib guvohlik qilish kerak. Biz masalan bugun ma'lummiz guvohlik bermoqchi. Chunki qo'limizda faktlar bor, hujjatlar bor. Shularni taqdim qilamiz. Agar Xitoy buni yolg'on desa, bu xalqaro elitning texnik sud bo'lmay turib, qanday qaror chiqadiganligini bilmay turib, uning natijalariga baho berib Xitoy aldirashib ketib bordi. Xitoy hukumatini kelib o'zini oqlay olish kerak. Ama kelamda kemmem bilmeyimiz. Mujna bir vaziyat. Çünkü Xitoyning bu yapayotgan bir jinoyati ispatlanib bo'lgan bir jinoyat.
bugün onunla bir su kirmeydi. Sual işareti koyup mu bulmaydıgan bir mesele. Xitayning qo'llayotgan davlatlar faqat iqtisodiy manfaat bedeliga, siyosiy manfaat bedeliga ular davlatlarni biladi. Ama amalsiz, xalqi och, yüzüden birminchi inson haqlari jihatlarda problemleri bo'lgan, Xitoy qarash beqin bo'lib qolgan davlatlar bo'lgandan keyin bu amalsiz. Çünkü biz Birleşmiş Milletler Teşkilatı yaratgan vaqtlarimizda bazı devletlarninki amaldorlari bilan, bazı devletlarning bilan sizlar mushunchalik bir jinoyat bo'lyapsa, buni qanday qilib yana Xitoy tarafda va yoki jimjilik tura olasizlar desak, ba'zilar yang ichida bo'lsin deb bizning qanchalik qiyinchilik qolganliklarini bir insoniy vijdoni ichilib, shaxsiy bo'lish bilan buni bildiganligini, ama devleti, hükümetinin bununla cesaret kılanmaydıganlığını, çünkü Xitayning iqtisodiy ve başka sebeplerden bağlanıp bo'lib qolganligini ifade qilganlar bor. Biz bilamiz. Shuningga Xitoy bu yerda cesaret bu sot mahkemasiga kelinmaydi ve yüzünü aqlayanmaydi. Shuningga aqlayanmag'achqa bütün dunyoga jar selish orqali yüzünün obrazini bir insan xatolik o'tkazgan vaqtingizda texmi xatoligini tuzatiman deb uni adolatning oldiga berib tövbe qilib qilsa, uni sot mahkamasi uning qatta jazosini berdi va yoki bo'lmasa insonlar yoki davlatlarmi insonlarmi afu qiladi. Ama Xitoy bu yerda asabiylik bilan bir xalqaro qonun bilan o'ynashyapti. Shuning uchun o'zining obrazining zedilinishidan va kelajakda Xitoy amaldorlarining, Xitoy hukumatining bir sot tarafidan haqiqiy jinoiy javobgarlik tortib qiladigan bu qadamning mushu boshlanishi bo'ladi endi. Mush sababdan belki ensirab mushundaq bir hareketlarni qilyapti. Menimcha Xitoyning bu nimalari hozir hatta siyasi kararlarda Xitoy dunyodagi ko'zni bo'yallig'i yo'q. Hamda bu bir qonuniy narsa, Pokiston asoslangan sud mahkamasiningki nimasi Xitoyning ta'siri asosida qolmaydi deb o'ylayman. Uning sud bir qatim tugamaydi. 6-oydan 7 kishi, keyin 9-oyda yana bo'ladigan gap. Onun bu sud mahkamasi uzun tekshirish ishlaridan keyin qilib, belki bu yılın ahiri 12-oyning boshlarida oxirgi qarorni chiqardi. Bu Xitoy hukumatining şu 25 maydagi matbuot yig'inida ular yana qaytadan yana şu Uyg'ur lager shohidlari, masalan Zumrat Davud bo'lsin, Mehrigul Tursun bo'lsin, Tursunay Ziyovuddin, Gulbahor Aytivaji va yoki Sayrgul Savutbay bo'lsin, bunun 14 shaxsning ismini atab turib, keyindan bular degan aldamchi, yag'anchi, artist, bularning maqsadi aşağı berib Xitoyni qarg'ulachi ayiblash, sotga chiqib degan mushunda tökmetlarni o'tirib qo'ydi. Sizningcha Xitoy hukumatining bunda qilishki sababi bu guvohchilarning, ya'ni bu qitimqi bu Angliyada ichilgan shu Uyg'ur sud kollegiyasiga chiqib isbot berishning oldini olishmi? Qanday deb o'ylaysiz? Bunun da Xitoy biraz xato hareket qilyapti. Çünkü bir yerde Xitoyning maqsadi biri mushu sud kollegiyasini qanday to'xtatish, xalqaroning diqqatidan obrazidan bu sudning tarafsiz bir sud bo'lganligidan iborat bu obrazni xunuklaştirishga urinayotdi. Ama unda bo'lmaydiganligini Xitoy o'zi bir qonun bilan idora qilinib boqqan bir davlat bo'lmag'achqa, qonunning nimaligini to'g'ri yaxshi tushunmaydigan bo'lganligi uchun aşındaq bir qarlarni sulash orqali bu sudning obrazini xunuklaştıralayman degan harekatda bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu bir cho'ng xatolik hamda. İkinci birisi bu guvohchilarni, şahidlarga bu qarlarni sulash orqali bu tunji qatim so'ralgan bir qara emas. Hozirgacha bundan burun matbuotlarda hatta Xitoy tashqi ishlar bayonotchilari resimlerini bizning kompyuterda yozib chiqqanlarning resimlerini matbuotlarga tunishtirib turish orqali ularni yolg'onchi, kazzab, bundaq deb ayblab kelgan, ama bu dunyoning adolat, qonun bilan idora qilingan davlatlarning, parlamentlarning, xalqaro matbuotlarning hech bir qaylig'ini, mayillig'ini qo'zg'ayolmadi. Demak, Xitoy bu yerda tamamen yolg'on gap qotdi deb Xitoy bu narsada mabtuq bo'lolmadi. Bu bir tecrübe bo'lgan avvalingizda yana o'xshash narsa qayta takrorlanishimizni Xitoydek cho'ng bir davlat degan davlat uchun yarashmaydigan va bir ahmoqona bir harakat. Endi balki meni Xitoyning bir maqsadi mushundaq bisimlarni qilish orqali o'sh kompilada yetib chiqqan va yoki sudda shohid bo'lgan insonlarning ko'zini qo'rqitish orqali bu sudga kemmisa, shuning bilan bu guvohlik bermasa,
veya ki bu sotka beğendiği guvalık başkayanız olsa dep belki bunu mu ançımınca yani bir deryada suda çökep gitip bakan, ürep gitip bakan bir insan xuddi yılanın kuyruğu isilgan okşaş, Xitay hazır çökep gitip bakan deken bu xalqara kanunlar dairesinde en ahırda muştungun bir başvurmakaydı belki bu insanlar muştungun kokup sotku bağmısa, guvaçlar kemmise şu sotun ne soğuçlaştırışı mümkün diyen mujda bir hamçotunu sokuvatkan buluşu mümkün ama bu kamplar yetip çıkanlar olsun, belki guvaçlar olsun bu meseleye kat'i irade bilen barıdığanlığını ifade kılıgılır. Çünkü bula tamamen ulanın ör iradesiyle bu şahitlik, guvaçlık meselesi ör iradesi bilen bulunduğun çünkü sot mahkemesi kurulup bütün dünyaya delillerini toplaş için çakırıklarını çıkan vaxtıda net yüzleyen qarindaşlarımız ailesi ziyankeş şurgan, yüz ziyankeş şurganlar besbesilen sot mahkemesiga yüzden materyallarını taşıyordu. Şularının içinden sot mahkemesi körep onun dinkin anın şunu vekilli karakterlik boğan insanların ki nemelerini tallap çünkü net yüz adamın hemmisini anlap olmaydan gependi. Şunun için tallagan şunu bence Xitayning bu hareketleri biraz orunsuz hareket dep oylayman. Ötken hafta Belgiya parlamentida şu Uyg'urlarning qirg'inchilik masalasida isbot yig'ini ochganda yani ma'lum bir davlat nurg'unlarning aytishicha Xitoyning tor hujumi sababidan bu parlament isbot berish yig'ini hamda to'xtatishga majbur bo'lganda sizningcha bu qitimqi hamda bu Angliyada ichilgan yani kelabda bu Uyg'ur sud kollegiyasimi sizningcha hamda Xitoy hukumatining hozirgi bu qarashlari, ayiblashlari bilan bular bu xil to'g'ri hujum qilishi mumkinchiligi bor deb qaramsiz? Bu ehtimallik mümkün. Bu meselemi bizim dikkatimizde buluvatkan bir mesele. Hatta Xitay hükümeti bu ondaq hücumlarının başlaganlar. Mesela tönegin bir kısım bu sotka guvaçı bulduğanlarının çünkü lojistik berip urullaştırış meseleleri biz dünya kurtu mesele boğallığımız için adamların kütüş, urullaştırış, sotka apırıştırga çünkü İngiliz için bilmeydi. Bazıları kilido London'a. Bazılarının pasportu, seyahat kinişkileri bulmağalla. Mesela Amerika'daki bizim kamp şahitleri bula tor arkalık berdi. Şununla bula bilen tönegin bir yığın açtık. Bula işi bazılarga aşu uçurlar kilip telefonları tamamen çöküp ketken. Avvalla başlanıptı Xitay. Anın deyken başkıdın kozulup şunun tönegin bizde qat'i şu sotның aldı kaynağı için bunda hücumlar bulup kılış mümkün. Tanımagan telefonlarını, kelgen emaillarını nimelerini açmaslık, tanımagan internetke bağlanmaslık ve şundaqlı biz yana bazı xalqaralık şundaq internet bexatarlik şirketlerden biz bir qancha ay ilgari şunda bir avvalla bu qaz qanday qilamiz da bazı ma'lumotlarni egallab ularning fikrlarini olgan ularni bilan o'rtoqlashgan bo'ldik. Demek anın sot mahkemesi mi bunu dikkatini saklı deb o'ylayman. Ularmı bu haqda çok bexatarlik tedbirlerini aldı. Ama mümkün. Qo'ldan kelgan şekilde bunun mayli biz guvohlarning bexatarlik nuqtai bo'lsin, qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Sot mahkemesi mi bu meseleye Angliyaning munosabatlik organlari bilan, tor bexatarlik organlari bilan aloqalashib, shu sotning Xitoyning hujumi uchirmasdan muvaffaqiyatli bo'lishi uchun harakat qilyapti degan umidda. Ama Xitoy sizin degandek Belgiyada shunday bir cho'ng ishni qiladi. Bu bizning uchun çünkü bu sotning oldida Belgiyada bo'lgan bu bizning uyqumizni yana bir qatim eshishimizga sabab bo'ldi. Hushyorligimizni oshirish sabab bo'ldi. Menimcha Xitoy bu qatim bu maqsadni unda qilolmasligi mumkin deb o'ylayman. Bu Xitoy hukumati shu seshanbadagi matbuot bayonot yig'inida yana alayda bizning Erkin Osiyo radiosiga hujum qilib bizni yana Xitoyga qarshi bir radio stansiyasi yana hatto terrorizm diniy asabiylikni targ'ib qiladigan bir matbuot deb ayblagan. Sizningcha Xitoy hukumati bunday nima uchun bunday deb qaraysiz? Bu gayet normal hadise. Çünkü Xitayda degandek kanun mu yok, erkin matbuat mı yok. Çünkü Xitay'daki her neyse Xitay Devleti Komünist Parti'ye çok hizmet kıldı ama garip devletlerde Amerika onda emez. Erkin Asya Radyosu tamamen tarafsız halkara matbuat erkinliği ve matbuat kanunları boyunca faaliyet yapırdıgan tarafsızlık bilen
bir salohiyati bo'lgan, tarafsizlik salohiyati bo'lgan, haqiqiy jurnalizmlik axloqi bo'yicha harakat qiladigan bir organ. Onun uchun bugün dunyoda Erkin Asiya radio stansiyasi bo'lib Uyg'ur bo'limi nihoyatda yaxshi bir ta'sirotga, o obro'yga ega bo'lgan bir o'rin. Bunda bo'lgandan keyin Xitoy albatta har yerga chamma etib boqadigan gap, dunyo qurtin terrorist tashkilot deb onu ucup duruldu. Büşkünse Erkin Asiya radio stansiyasini şundaq chamma etadigan gap. Andan keyin bu yerda Erkin Asiya radio stansiyasının bo'libmi 2017-yildan boshlab bizning vatan bilan bo'lgan aloqalarimiz tamoman uzilib ketdi. Dunyo qurultining uchur elish imkonlarimiz qisilib ketdi. Biz Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, devletlerinin hükümet xodimlari bilan ko'rishganlarimiz olsun, Yevropa İttifaqı olsun, mayli nereye bağlı vaqtimizda biz vatandan aladigan uchur qiyinchiliklarga yo'liqdik. Bu vaqtlarning o'zida bizning imkon bor, mumkin qadar eng ko'p uchurlar, delillar, faktlar biz Erkin Asiya Radyosu'nun ta'minlagan faktlarga asas qildik dokladlarimizda. Chunki başka imkoniyatlarimiz asas chatdan qolmaganligi uchun Erkin Asiya radio stansiyasi o'zining tarafsizligi bilan va imkonlari bilan balki biz bilmaymiz o'zini bildigan har xil usullarni alalayotganlik shu uchurlar bo'lg'achqa bu yolg'on bo'lmaydi. Boshqa insonlarning olgan uchurlar yolg'on bo'ldi. Xitoymi buni bilganligi uchun, chunki Xitoyning titan tekkan. Bu guylar qanday bu uchurlarni bizni alalaydi, qilalaydi deb bu orqali sizlarga Erkin Asiya radio stansiyasini cham etish orqali sizlarning birazdan xunuklashtirish qilgan va mushu sud mahkamasining balkim sizlarning Erkin Asiya radiosuning nurg'unlagan uchurlardan advokatlar, sudchilar mushu bir yillik nima jarayonda jiq paylandı uchurlarini qildi. Erkin Asiya radiosi Yevropaning boshqa bütün mushu xalqaro tarafsiz medialik qurilishlardan paylandı. Ama Erkin Asiya radiosi dunyoda birdan-bir Uyghur tilida anlatış berdigan xalqimizning bir ovozi bo'lish salohiyatini üstlenganligi uchun Xitoyning sizlarga hujum qilishi nihoyat normal bir hodisa deb o'ylayman. Bu Xitoyning hujumida bizning muxbir Sho'krat O'chorning ismini atab turib, Sho'kratga hujum qildi. Bunda Sho'kratning albatta o'ynagan roli nihoyat cho'ng. Bizning vatanda bo'layotgan ishlarni dalillashda. Shuningga bir tarafdan ilgari Amerikaning tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandi yani Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik ham insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilishdan bir hafta burun mushu Amerika ovozi so'zlagan nutqida mushu Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bilimini alohida maqtab o'tab ketdi. Onun albatta maqtig'ini albatta ya'ni Uyg'ur bilimining Erkin Asiya radiosi Uyg'ur biliminin qilgan xizmatining qanchalik kuchli ekanligini isbotlagan bo'lsa, yana bir tarafdan albatta bu Xitoy hukumatining bizni ayblashi albatta siz degandek, ya'ni ularning tetan tomirga tekkanning bir ifodasi bo'lishi mumkin. Şunun Erkin Asiya radio stansiyasının Uyg'ur bölümündeki qarindoshlarımızdan şu bugün nurg'unlagan davlatlarning, hukumatlarning, parlamentlarning Sharq Turkistonda bo'layotgan mushu qirg'inchilikni erkiy qirg'inchilik deb qabul qilinishida moddiy faktlar bilan ta'minlash nuqtasida o'ynagan roli nihoyat zo'r. Buni e'tirof qilishimiz kerak. Haqiqatan sizning muxbirlar jon fidoligi bilan xizmat qilyapti. Sizin de ötlerinde şöhret uçur olsun, başka radyodaki bütün qarindoshlarimiz, sabtaşlar haqiqiy bir axborot axloqi bo'yicha yolg'on aralashtirilmagan şekilde bu hareketni yapmaganligi uchun nurg'un xalqaro mukofotlarga erishdi. Mesela Gülcekre, Şöhret Uçur, yani başka ismini bilmeyen arkadaşlarımız anlayan Uyghur bölümünün özü. Bunların hemisi o garip dünyası Xitayga o'xshash xo'shamatchilik bilan aqishliklar bilan berilgan mukofot yo'q bu yerda. İnsanlar ko'z tutdi, taroziga qo'ydi, qilgan xizmatlarini selishtirdi, andan keyin berilgan gap. Shuni bu yerda men bu fursat bilan Erkin Asiya radio stansiyasini siz boshliq bütün şu Uyghur bölümündeki sizin sabtaşlarınız, xizmatlarinizga dunyo qurulti nomidan, bütün Uyg'ur xalqi nomidan bir rahmat aytamiz. Bu Xitoy shuning uchun chidamyapti. Shuningga bu nuqtada xizmatlarini texmi davomlashtirishinglarni hech qachon umidlanma. Ammo oson xizmat emas. Nurg'unlagan sizlarning muxbirlarning oila tabotlari mushu sababdan, mushu radioda ishlaganligi sababdan qandaq og'ir fojialarga. Tamam, bizga bir aktivist adam. Biz bayroqni uchiq ko'tarib chiqib Xitoyga qarshi kurash qilyapmiz. Tamam, bizning oilalarimizning ziyonkashlik uchirishi qilishi biz bilib turib qilgan. Ammo
muxbir degenge matbuot nimalarga dunyoning hamma yerida ayrim bir statusi bo'ldi unga. Har qanday diktator hokimiyatmi muxbirga axborot nimasiga bundaq o'chilish xarakterlik qilmaydi. Ammo Xitoy bir axloqda hech qanday bir nimada sınır tanımaydigan bo'lganligi uchun hatto BBC'ning muxbirini qo'g'layapti, Amerikaning ba'zi matbuot xodimlarini qo'g'layapti. Shuning bu Erkin Asrar radio stansiyasining muxbirlarini Beijingda qo'g'layapti, yerda Uyg'ur bo'limining yerda nimalar bo'lmag'achqa o'shni o'zining urug' tuqqanlaridan oldi. Urug' tuqqanlaridan. Bu hech qanday bir Xitoydan boshqa eng vahshiy diktator davlatlardan oz ko'rilgan bir hodisa. Shuningga bular haqiqatan jafo tortadi. Fedakarlik qilyotdi, bedel to'layapsizlar. Ularning hammasiga biz uchun Uyg'ur xalqi rahmat aytamiz. Rahmat To'lqin apandi. Hurmatli ko'ruvchilar, bizning bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Bu Angliyada ochilgan Uyg'ur sud kollegiyasi, ya'ni 4-iyuldan 7-iyulgacha naq maydon tarqatildi. Shuningga vaqt kelganda diqqatinglarni berasizlar. Unda bizlarga rahmat. Xushvaqt bo'ling.